Hammaga salom. Bu munozara videosi. Esinglarda bo'lsa, men va'da bergan edim. Bundan buyon qachonki Skeptik kanalida video bo'lsa, ortidan munozara qilaman degan edim. Va ushbu munozara ikki xil turda bo'lishi mumkin. Birinchisi bu prямой efir, ya'ni tomoshabinlar bilan muloqot orqali munozara qilish, ya'ni ularning e'tirozlariga, savollariga javob berish orqali. Va ikkinchisi qisqa video orqali. Mana bugungi munozara ushbu ikkinchi turda bo'ladi, ya'ni shunchaki qisqa video. O'zingiz tushunib turibsiz, kechagi video, ya'ni mana shu reaksiyam katta bir efirga muhtoj emas, chunki ushbu reaksiyamda deyarli hech qanday to'qnashuvlar bo'lgani yo'q. Ya'ni deyarli to'laqon qo'shildim mana shu Ustazation-ning iddaolariga, fikriga va hokazolariga. Kamchiliklar bo'ldi, lekin qandaydir bu deydigan narsa emas, to'g'rimi? Shuning uchun mana qisqa shunday video qilib qo'yaman, и все. Mana shuni o'zi munozara bo'ladi. Nima desam ekan? Video haqida o'zi gapiradigan bo'lsam, to'g'risini aytsam, video menga yoqmadi. Bu degani video yomon degani emas, yo'q. Menga yoqmaganligiga sabab o'zimga hech qanday bir foydali narsa topganim yo'q. Menga manfaat bo'lmadi bu videodan. O'zingizlar ko'rdinglar, mana shunday o'tirdim, shu videoni bori mana shunday hop, to'g'ri, to'g'ri, mana shu bo'ldi. Nima endi menga bu? Qandaydir yangi narsa ko'rganim yo'q, qandaydir foydali narsa ko'rganim yo'q, qandaydir mana shu to'qnashuv bo'lgani yo'q, tushundingiz. Lekin bu degani video yomon degani emas. Boshqalar uchun video foydasiz degani emas. Men uchun shunday. Foydasiz, manfaatsiz, qiziqarli emas, не intriguющий. Shu. Bu bir, ya'ni video menga yoqmadi. Ikkinchisi, videoda menimcha biroz muammolar bo'lgan xabar yetkazishdi. Videoning 80% menimcha qandaydir nima bo'lgan? Ma'ruza, shu yomonlash, ma'ruza yomonlash. Kimni toqati yetadi bunday yomonlashni eshitaverib? Menimcha mana shu Vine ko'radiganlar bu videoni 10 daqiqadan ham ko'p ko'rmagan. Shu boshidan faqat yomonlashini eshitgan, chiqib ketgan menimcha. Ya'ni qandaydir chiroyli yetkazmagan xabarini shu og'ir ma'ruza bilan. Ayniqsa videoni oxirida o'zingizlar ko'rdinglar, oshirib yubordi. Katta bosim bo'lib ketdi. Hatto men xijolat bo'lib ketdim bunday bosimdan. Shu yana nima? Bo'ldi. Orada ozgina diniy tushunchalarni qo'shdi, lekin qarshiligim bo'lmadi, chunki bu dinni qandaydir umumjahon haqiqat qilib ko'rsatgani yo'q. Mana shu joyda endi aytib o'taman. Bir nechta izohlarga ko'ra bu mana diniy qarashlarni singdiryapti, bu mayli singdiraversin, qarshilik yo'q bunga, chunki bu uning diniy qarashi. U qandaydir qattiq da'vo keltirmadi-ku, mana bizning dinimiz shunday, demak hamma shunday bo'lish kerak degani yo'q. U aytmoqchi bo'lgani, agar siz musulmon bo'lsangiz, mana musulmonlar shunday bo'lish kerak degandek qildi. Agar u mana hamma musulmon bo'lish kerak deganga o'xshash bir da'vo keltirganda, o'rnida men qarshiligimni bildirardim va mana shunda qandaydir drama bo'lardi va hoynahoy keyin efirga sabab bo'lardi. Lekin yo'q, bunday bo'lgani yo'q. O'tgan safargi videosida esinglarda bo'lsa shunday bo'lgan. Videoni yarimi gulxanda yonasizlar, olov qattiq bo'ladi, unaqasizlar, bunaqasizlar, dedi. Mana shunda mana to'qnashuv bo'ldi. Lekin 3-video молодец. Deyarlik qandaydir subyektiv shu diniy narsalarni tiqqani yo'q. Orada bir domla tushunishimcha imomni keltirdi va mana shu imom ham bu yerda 10 minutcha gapirdi. E'tibor bergan bo'lsanglar, hech qanday e'tiroz keltirganim yo'q, chunki e'tirozli gap aytgani yo'q. Mana bizning dinimizda deyapti, shunday qilish kerak, shunday qilish kerak. To'g'ri, sizlarning dinlarda shunday qilish kerak deyilgan. Nima yo'q, muammo yo'q. Bundan keyin vrachlarni keltirdi. Mana shu vrachlar orasida bir yoshi kattarog'i bor edi, umuman yoqmadi to'g'risi. Gapirgan gaplari. O'zi gapirish uslubi ham yoqmadi, endi bunisiga osilmayman, lekin bitta ikkita davolari zamonaviy Mowgli tashxisini qo'ydim.
Agar qaysidir vrach menga kelib, mening farzandimga zamonaviy Mowgli deb tashxis qo'ysa, boshiga solardim bu vrachni. Nima deyapsan deb. To'g'risida. Shu. Yana nima? Shu. Boshqa gapiradigan gapim yo'q bu video borasida. Tak, ba'zi bir izohlarga keladigan bo'lsam, endi birinchisi bitta xulosaga keldim. Faqat izohdan ham emas, shu YouTube'dagi analitikadan. YouTube analitikasida bilsangiz kerak, mualliflar mana shu videodagi ahvolni ko'rsa bo'ladi va mana mening analitikam bo'yicha videoni 60% mi 70% tomoshabinlari 12-13 daqiqadan ham ko'p ko'rgani yo'q. Yani tasavvur qilyapsizmi? Yarmidan ko'pi tomoshabinlarni videoni shu 10 daqiqa, 15 daqiqa ko'rgan, zerikib chiqib ketgan. Ya'ni mana mening xulosam shuki, qandaydir provokatsion bo'lmagan va o'ta uzun videolarni men boshqa reaksiya qilmayman menimcha. Shu birinchi xulosam. Ya'ni keyingi safar qandaydir shu foydali kontent bo'lsa va deyarli qandaydir to'qnashuvlar bo'lmasa va ushbu video o'ta uzoq bo'lsa, uzun bo'lsa, reaksiya qilmayman. Harakat qilaman har holda. Bu birinchi xulosa. Ikkinchi xulosa aynan aksi. Reaksiyalarga menimcha ko'proq endi e'tibor beraman, chunki mana shu videodan keyin ko'p yangi tomoshabinlar keldi. Hali beri meni iflos najasligimni bilmaydigan yangi tomoshabinlar kelib, ko'p nima qoldirishdi? Request nima bo'lardi? Prozba. O'zbekchalab esimdan chiqib qoldi. Iltimosnoma bo'ladimi? Qoldirishdi. Bir nechta videolarga ilovalar tashlab, mana shu videolarni ham nima qilib bering, tahlil qilib bering deb. Va bugungi o'zida bir 5 tachami, 6 tacha tomoshabin, yangi tomoshabin tushunishimcha. Sunnat degan YouTube kanaldagi qandaydir prezident sotildi. Prezident xitoyliklarga sotildimi? O'zbekiston xitoyliklariga sotildi degan videoni tahlil qilib berishimni so'radi. Men videoni ko'rganim yo'q, lekin shu previewdan ko'rdim. 15 daqiqalikmi video ekan. Menimcha shu videoni tahlil qilaman. Va umuman mana shuni tushundimki, ko'p ekan qandaydir trash kontentlar. Mana shularni o'tirib olib, ya'ni nima deganim trash kontent? Trash biz uchun, ya'ni neytral odamlar uchun, lekin dindorlar uchun deydigan kontentlar ko'p ekan. Mana shunday videolarni menimcha ko'proq endi tahlil qilsam kerak. Nima deb o'ylaysiz? E'tibor beraymi ko'proq shunday videolarga yo sekin o'tib ketishim kerakmi? Ya'ni aniq bilamanki nima bo'ladi, men shunday videolarni agar tahlil qilsam, oddiy misol mana shu O'zbekiston Xitoyga sotildi degan videoni tahlil qilsam, ishonchim komilki dislike'larga bosib ketaman. Juda ham ko'p heytda qolaman, lekin bilasiz, men tupurganman bunisiga. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, ko'proq e'tibor berishim mumkin. Shuning uchun keling, kstati, apros yana qoldiraman. Bugungi o'zida menimcha qilsam kerak, agar sizlar xohlasangiz. 17 minutlik video, shunday o'tiraman, tomosha qilaman, uni da tahlil qilaman. Qilaymi yo'qmi? Okay? Apros qilaman, iltimos fikringizni bildiring. Shu, boshqa aytadigan gapim yo'q. Mana shu bori munozara. Bitta ikkita yana ajoyib izohlarga javob beraman. Hozirda ko'zim tushib qoldi. Bittasi yozyapti, Ustazation bilan birga bir chiqing. Nima degani bu? Avvalambor endi birga bir chiqing deganda, agar shu jismonan urishni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, nima foyda? Xo'p, u meni urdi. Nima foyda? U meni urib qo'ysa haq bo'ladi deganimi? Qaysi miya bilan bunday da'vo keltirish mumkin? Avvalambor o'zi meni ura olmaydi ham. Bu deganim yo'q, sizga men yaxshi urishaman demoqchi emasman. Yo'q, men 90 kiloli bahaybat odamman. Ustazation ko'rganman, qo'llari nozikkina, shu kechirasiz, ayollarning qo'liga o'xshaydigan nozik qo'llari bor. Mening qo'lim ko'plab odamlarni butun basharasini ushlab ola oladi. Kattaman men xullas. Ya'ni agar urishni bilmasam ham shunchaki meni vesim bor. Tushunyapsiz? Kuchi yetmaydi menga. Men bilan teng kelish uchun shu meni vesimdagi odam bo'lish kerak. Bo'lmasam qanchalik zo'r urishmasin, vesi yetarli emas menga qarshi. Lekin bu deganim yo'q, siz bilan u mana jismonan shu kimdir bilan urush kerak demoqchi emasman. Yo'q. Jismonan o'zini haqligini isbotlashdan ko'ra menimcha foydasiz narsa yo'q. Eng yaxshi yo'li o'zini haqligini ko'rsatish bu aqlan.
aqlan o'zini ko'rsatish kerak odam haqligini. Nimaga desangiz, bundan xavf yo'q. Nima demoqchiman? Xo'p, mana jismonan kimnidir urib qo'ydingiz o'zingizni haqligingizni isbotlash uchun. Xo'p, isbotladingiz. Lekin asorati nima bo'ladi? Axir siz odamni urib qo'ydingiz-ku, qattiq jarohat oladi. Lekin kimnidir aqlan urib qo'ysangiz, jarohatlanadimi u? Tushunyapsizmi? Jarohat olmaydi, tushunadi, mana yeb qo'yibdi shu. Lekin jismonan yeb qo'ysa, tushunyapsiz, oqibati nima bo'ladi? Shuning uchun foyda yo'q jismonan o'zini kimnidir haqligini ko'rsatishda. Meni juda ham ko'pchilik yozadi, "Ke, solishamiz birga bir." Molda mana dinini himoya qila olmaydi, qo'lidan kelgan jismonan himoya qilish. Farosat 0. Shunaqa gaplar xullas. Qo'yinglar bunaqa maynavozchilikni ustazation bilan chiqib birga bir. Bahs desangiz, albatta roziman, lekin rostini aytaman, oxirgi gaplardan o'sha xulosam shuki, ustazation haqida ancha saviyasiz bola. Shu tilni yaxshi bilishi mumkin, shubham bor. Shu o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni yaxshi bilishi mumkin, lekin saviya jihatidan, xolislik jihatdan menimcha bu bola ancha past darajada. Yo'q desangiz chaqiring ustazationni. Xohlagan mavzusida agar menga qarshi bo'lsa, bahs qilaman. Va menimcha buni o'zingizlar tushunasizlar kelgan. Shunaqa gaplar. Hammaga xayrli kun.